Yaxshi ko'rmasa olib bermanglar, mayli uylanmasa ham. Yoki yaxshi ko'rib yuragi jiz etmasa uzatmanglar. U oila bo'lmaydi, 2 oydan keyin qaytib keladi, Alloh asrasin. Keyin yaxshi ko'rib ketadi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, bilib qo'ying. Ba'zi birlar zo'rlaydi. Juda ko'p odamga. Adam shuni olib berasan deyapti. Men buni olaman deb kiradi yigitlar. Bu qanaqasi bu? Bu johiliyat bu. Nikoh paytida qiz boladan so'raymiz avval. Siz shu o'zingizni bag'ishladingizmi deganda, bag'ishladim, men roziman degandan keyin buni tili bilan aytish kerak, ikkita guvoh eshitish kerak. Bag'ishladim deb zo'rlab, sen shunga tegasan desangiz, u nikoh bo'lmaydi, ichidan aytmayapti uni. Shu taraflarni o'ylamaysizlarda, ko'plarimiz o'ylamaymiz. Ha, shartda to'y. Unaqa bo'lmaydi. Ota degani ba'zi bilan noto'g'ri tushunadi. Ota degani, ona degani nima qilsam qilaman. Bola qul emas, u bolasiga. Qul emas. Bola albatta quldek xizmat qilish kerak ota-onasiga. Lekin uni erkinligi bor. U ayol tanlash, albatta siz maslahat qiling. Bugun mana shuni olgin bolam deng, sizga maslahat qilsin, lekin baribir muhabbat bo'lish kerak.